Chaqaloqlarni plyonka, ya'ni matoga o'rab cho'miltirish mumkin. Bunday cho'miltirish moslashtirilgan adaptatsion cho'miltirish deb aytiladi. Bunday cho'miltirish yalang'och cho'miltirishga qaraganda yaxshiroq hisoblanadi. Bunday cho'miltirish chaqaloqlarni suvdan va cho'milishdan qo'rqib qolishini oldini oladi. Plyonka nam bo'lib, chaqaloq terisiga tegadi. Bu bilan chaqaloq tashqi chegaralarni yaxshi sezishni boshlaydi. Xuddiki ona qornidaligidek his qiladi o'zini. Moslashtirilgan adaptatsion cho'miltirishni 3 oygacha davom ettirishimiz mumkin. 3 oydan keyin tavsiya etilmaydi. 3 oydan keyin chaqaloq cho'milishdan qo'rqmaydi. O'shaning uchun plyonkaga hojat qolmaydi umuman. Ba'zi chaqaloqlarning sezuvchanligi juda ham yuqori bo'ladi. Ya'ni tanasiga nimadir tegsa, suv tegsa yoki bo'lmasam cho'miltirsak, juda ham kuchli bezovtalik va yig'i holatlari kuzatiladi. Aynan shunaqaligi moslashtirilgan adaptatsion cho'miltirish juda ham yaxshi natija beradi va shunaqalarni ko'proq cho'miltirish kerak plyonkada. Ota-ona chaqalog'i suvdan qo'rqsa ham, cho'miltirayotganda kuchli yig'lasa ham cho'miltirishda davom etaveradi. Ha, bir tomondan bu to'g'ri, lekin bu keyinchalik bola katta bo'lganda ham suvdan va cho'milishdan qo'rqadigan yoki yig'laydigan bo'lib qolishiga olib keladi. O'shaning uchun chaqalog'ingizni boshida cho'miltirayotganda, yalang'och cho'miltirayotganingizda qo'rqdimi, uni plyonkaga o'rab cho'miltiringlar. Keyinchalik suv va cho'milish bilan noto'g'ri, ya'ni negativ assotsiatsiya bo'lib qolmasligini oldini olish maqsadida. Plyonka to'liq nam bo'lgandan keyin sekin-astalik bilan ochiladi. Undan so'ng esa bo'yin, qo'ltiq hamda son burmalari yuviladi. Keyin tanasi va eng oxirida chaqaloqning boshi yuviladi. Chaqaloqni cho'miltirib bo'lgandan keyin emizish tavsiya etiladi. Chunki cho'miltirish bosqichida chaqaloq issiqlik ishlab chiqaradi. Energiya ko'p sarf bo'ladi. Natijada bolani qorni ochib qolishi mumkin. O'shaning uchun cho'miltirib bo'lib, semiz yoki emizish tavsiya etiladi.